بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bütün hamd sanalar, maqtash ve alqishlar alemlarning Rabbi bizning yaratuvchimiz Allohga bo'lsin. Yaxshi oqibat va muvaffaqiyatlar bu sharlarga bo'lsin. Salat ve salam, aman esenlikler, qo'llashlar ve destekler şu Allah'ın peygamberi ve bizning rahberimiz Muhammed Aleyhisselam'a, onun aile tababatına, sahabelerine ve onun yolundan yoldaşlara olsun. Amin. Esselamu Aleyküm. Kaderlik Şarkı Türkistanlı qarindoshlar. Bugünkü sohbetimiz yani Sure Yunus'un 88. ayetinden devam ediyoruz. Firab to'g'rilanadi bugünkü tema Musa Aleyhisselam'ın irqchi düşman Firavunning ve hakimiyetini qarshi. Musa Aleyhisselam Firavun ve hakimiyetini qag'idi. Beddua qildi, yo'qolishini Allohdan tiladi. Nima uchun Musa Aleyhisselam burun beddua qilmay, kelib bilan beddua qilmay, hozir men qavmidan bir qism insonlar iymon etgandan keyin tavakkul ibodatiga otlanib, rasmiy faoliyatga o'tgandan keyin Musa Aleyhisselamning atrofiga bu ishni qo'llaydigan musulmonlar to'plangandan keyin beddua qildi. Çünkü qarindoshlar, Allah beddua qilganlar düşmanni halok qilmaydi. Yoki yaxshi duo qilganlar bir odamlarni ko'p ko'tarmaydi. Duoni ijobat qiladigan Allah. Allah bu dunyoning egisi. Egisi bo'lganidek bu dunyodagi mahluqotning, xususan insonlarning niyat iqbolini, irodasini, qilgan qiliqlarini, nishonlarini, hedefini hammani bilib turadi Allah. İnsanlarning plan programmalari var. Allah'ın hikmeti bizning plan programmalari. Meyli yaxshilik dua qilayli, meyli yomon dua qilayli, Allah'ın şu hikmetiga uygun kelsa, Allah shuni ijobat qiladi, ijro qiladi. Agar Allah'ın hikmetiga to'g'ri kelmasa, Allah yaxshi duoni qabul qilmaydi, yomon duoni qabul qilmaydi. Vadiki hikmet Musa Aleyhisselam'ın hazır dua qilishning sebebi etrafında müminler, Allah'a tevekkül kılan, Musa Aleyhisselam'a ergeçken, destekleyen müminler. Az olsun mu, aciz olsun mu, Musa Aleyhisselam'a etrafına bir türküm cemaat toplaşıyorlar. Ya Musa, sana biz iman ettik, seni biz kollayımız, nimini emri kılsa, şuna biz hazır deydi edemdim, bah etrafına. Şunda bu açıklar. Musa Aleyhisselam şerait yetildiğinde Firavunga beddua qildi, Firavunni qag'di. Nima uchun qag'ildi qarindoshlar? Dushman ekanligi oshkora bo'lgandan keyin uningdan yaxshilik kutish ahmoq. Alloh Qur'onda dedi, sizlarga shayton uchiq İnne şeytane lekum aduwwun mubin. Şeytan sizlarga uchiq oshkora dushman dedi. Yana bir oyatda bizningki asosan musulmonlarningki va islomning umumiy prinsiplaridan birisi vala udvana illa ala zalimin. Zolimlardan boshqa hech kimga dushmanlik qilish yo'q bizning. Shuning uchun bizning dinimizda shaytonlashganlarni dushman deb qaraydi. Zalimlarni düşman deb qaraydi. Shuning uchun Firavunda shaytonlikmi tepiladi, shaytonlashganlikmi tepiladi, zalimlikmi tepiladi. Bu halokatga loyiq bo'lgan bu sifatlarning hammasi Firavunda tepilgandan keyin, Firavun halok bo'lgandan keyin yaxshi ish qiladigan musulmon, mutawakkil, mu'min musulmon jamoat Musa Aleyhisselamning atrofiga to'plashgandan keyin
amaliy kuch bilan Firavunni yengolmaydiganligini bilgandan keyin Musa alayhissalom nima qildi? Allohga yolvordi. Ya Alloh, Firavunni va uning hokimiyatini yo'q qil, halok qil deb beddua qildi. Bu Musa alayhissalomning sunnati va shundaqla butun payg'ambarlarning sunnati. Nuh alayhissalom shunday qildi. Nuh alayhissalom tabliq qildi. 950 yil tabliq qilib 7-8 odamdan oshmaganlik uchun bo'lgan musulmonlar avlod kafir bo'lib, mushrik bo'lib o'tib ketdi. Ma Türkçede bir gap bor. Nuh dedi payg'ambar demadi dedi. Shu Nuh alayhissalomning qissasidan keladi. Hammadam ya Nuh deydi, hech biri payg'ambar deb taqanliq emas. 950 yil o'tgan. Mushundaq gadan kechlik, mushundaq kibr bilan o'tgandan keyin Nuh alayhissalomni Robbi la tadar alal ardi minal kafirin deydi. Ey Alloh, kafirlarni bu yer yuzida bir oilani qoldirib qo'yma. Hammasini halok qilib musulmon. Nuh alayhissalom duo qildi. Çünkü sharoit pishib yetilganda Allah peygamberlerinin kalbiga tilashni soladi, bedduani soladi, peygamberlar bedduani qiladi, Allah halok qiladi. Shuning uchun qarindoshlar, Musa alayhissalom dushmanini qag'gan bo'lsa, beddua qilgan bo'lsa, Nuh alayhissalom qag'gan bo'lsa, bizning ahvolimiz şu vaqtdagi musulmon, mazlum musulmonlarning ahvolidan farqli emas. Agar bizning dushmanimiz Firavundan eski, nejis, pastkash va Nuh alayhissalom zamonidagi kofirlardan tuvan va sharafsiz. Bunday bo'lgandan keyin u payg'ambarlar beddua qilgan yerda dushmaniga bizmi beddua qiladigan vaqtimiz yetib ketdi qarindoshlar. Oldi bilan bunu sözleşiminin sebebi düşmanga beddua qilish zarur ve qonunluq bizning tilimizda. Bu bazı vaqtda bazı insanlar deydi duoga nima keladi, quruq duoga deydigan nurg'un qarindoshlarni ko'ramiz. Qarindoshlar unda demaydi. Biz qalbimizning bir tarafida Allohni ko'zga olmay, bir tarafida islomiyatni ko'zga olmay, bir tarafida Allohning payg'ambarini ko'zga olmay, unda tuvan kurab turib dinimizni Allah'a beşimiz gün çıktığı vakti dua kılsak yıkılmagan bilen, çünkü biz samimi bulmağa çıkar. Biz menfaatimizge, to'g'ri kelgan vaqtda İslamiyetni menfaatimizga qo'llanadigan, ama haqiqiy samimiyat talab qilinib, İslamiyetni qabul qiling degan vaqtda o'zimizdan o'qigan yo'g'i odam qilib ko'rsatib, İslamiyetni tuvan ko'rib qolsak, o duolarimizning hech biri ijobat bo'lmaydi. Qanday olim bo'lib ketishimizdan qat'iy nazar. Dünya boyunca Allah'ımı bulup gideyli, Allah'ını ve Allah'ın Resulü'nü, İslamiyet'i tüven kögen insanların duası icabet bulmaydı. Şunun için duasımız icabet bulunuz dedikimiz, çokum müstakillik meydanına atlanıp durup, Allah'a işinip durup, tevekkül kılıp durup, ya Allah, bana biz, ma cemaat, azsallık bolsak bu, ma sen terepki öttük. Hem de biz senin yolağından bağımız, hem de sağımız dua kılımız da, Özümüzden menfaat için dua kılsak mı, müstakilliğimizden esir keltiriş için dua kılsak mı Allah icabet kılırdı. Xitayning halokati için Xitayga beddua kılsak mı, Xitayni qag'ilsak mı Allah icabet kılırdı. Dua degan ibadatning jiliki, jilik bo'lmasa hayotlik bo'lmagandek, dua bo'lmasa ibadat o'ladi. Har qanday ibadat qilayli, u ibadatdan keyin Allohga dua qilmasak, ibadatimiz o'ladi. Shuning uchun dua nimenin ifadesi dua Allah bilen aramızdaki alaqının ifadesi. Allah'a işindiğanlığımızla, Allah'a tevekkül kıldığanlığımızla ifadesi. Allah'a tayinadığanlığımızla, Allah'ın yülençkimiz, hamimiz, bizning qo'g'dug'ichimiz deb qaraydiganligimizning ifodasi. Shuning uchun duoni tuvan ko'mayli qarindoshlar, ulug' Ramazonda kalbimizde nima bo'lsa, o'z millatimizga manfaatlik kalbimizde nima bo'lsa, Uyg'urcha duo qilaylik. Alloh Uyg'urchani bekordan biladi. Arabchasi kerak emas, boshqa tilchisi kerak emas duoning. Shu o'zimiz Uyg'ur bo'lgandan keyin Uyg'urcha duo qilsak, qalbimizning ichidan chiqarib, chunki o'zimizning tilini o'zimiz bilamiz. Nimani arzu qilgan bo'lsak, Allohdan tilaylik. Agar Xitoyga qarshi qanday beddua qilishimiz keraksa, beddua qilsak bo'lar. Chunki
Xitoy birinchi darajadagi shayton va Allohning dushmani bo'lg'achqa, unga qanday beddua qilsak bo'ladi? Shu ulug' Ramazonda Xitoyga beddua qilaylik. Oldi bilan Musa alayhisalom Firavunga qanday beddua qildi, shuni bir o'rganib chiqaylik. Anandan keyin duoyimizni shuning parta tuzib chiqsak bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. Musa alayhissalom shunday beddua qildi. Ey bizning Rabbimiz, ey biz insoniyatning Rabbi bo'lgan Allohim. Innaka haqiqat shudurki sen atayta Fir'avna ve mala'uhu Fir'avnga ve onun hakimiyetiga zineten ve amvalen nurgun zinet ve mal dünya berdin. Muş dünya hayatıda, fil hayatı dünya. Muş Fir'avnning qo'lida hazır tutulan zibu zinnet, dünya mal mülki, sanaat hemmisini sen berdin. Ve de zinetni boshqa ilishlik sabab qarindoshlar. Zinet degan insonlarning ko'ziga chiroyli ko'rinib, hammadan maftun qiladigan narsa zinet deyiladi. Acayip yaxshi ekan bizdan bo'lsa deydilar. Hamda hokimiyat bir davlatga nisbatan qanday mas zinet hisoblanadi desa, chet davlatlarga qarasa, "Va" deb og'zini ochib qolib, "Ajab taraqqiy qildi ya Mavla. Bu millat ajab aqlli millatgina, uni mu qilib yetibdi, buni mu qilib yetibdi, uni qo'ldan keldikan, buni mu qo'ldan keldikan" degizlagan narsa zinet deyiladi. Hozirgi zamon Uyg'ur tilida buni sanoat deyiladi, davlat sanoati. Demek Musa Aleyhisselam dedi ki, ey Allah, Fir'avn ve Fir'avn hakimiyetiga sen şundak sanaat berdin, şundak kuch kuvvet berdin ve emvalen ve şundak iktisat berdin. Bu Fir'avnning qo'lidagi bütün mal mülk kuchning hammasini sen berdin. Bu dünya hayatı. Liyudillu an sabilik. Ey Rabbimiz, sen berdin ama bu Firavun ve hakimiyeti bu sen bergen mal mülk bu sanaatni senin yolundan başkalarını azdırıp yetiş için kullanıyor. Pul arkalık mening millatimni yoldan çıkarıp yetip aradı. Millatimni setip elip aradı. Yüzünün milletini aldaş arkalık yüzünün zalim ekanligini yep atıdı. Bizga qilingan irqiy qirg'inchilikni yüzünün milletini yushirib atıdı. Bizga qilingan irqiy qirg'inchilikni etrafımızdaki qarindosh millatlardan yushirib, bizni eski ko'rsatib, bizni chiroyli ko'rsatib pul bilan. Yana shu pul bilan o'xshash dindagi insonlarimizni etrafdagi bizga islashlik qiladigan Yaqub o'g'illari desa, shunda Sibtilar desa, payg'ambar avlodilar, shunda hurmat bildiradigan insonlarni pul orqali bizdan yuz o'rdi bordi. Bizdek Yaqub payg'ambarning avlodi asbab bo'lgan Sibti avlodlarini, ya'ni payg'ambar avlodlarini shunday buzab qilyotdi-ki, pul orqali hech hammani sotib olg'achqa hech kim biz uchun ovoz chiqarmayapti Rabbim. Ya'ni sen bu pulni Fir'avnga berding, sanoat berding, mol mulk berding, ammo Fir'avn hokimiyati butun iqtisodini irqiy qirg'inchilikka ishlatayotdi ve bu irqiy qirg'inchilikni yo'gashga ishlatayotdi Rabbim. Deb Allohga duoni bunday boshladi. Demek ki bizmi Allohga duo qilgan vaqtimizda shunday boshlashimiz kerak. Ey Rabbim, bizningki savalligimizning tufaylidan, bizning xatoliklarımızning tufaylidan, siyosiy ko'rligimizning tufaylidan, strategiya jihatga beceriksizligimizning tufaylidan biz vatanimizni Xitoyga tatqizib qo'ydik. Ya'ni bizning vatanni sen Xitoyga bergizib etding. Bizningki qusurlarimizdan, bizning xatoliklarımizning tufaylidan. Bizni jazolash uchun shunday qilding, ammo bizning vatan Xitoyning qo'liga tushgandan keyin bizning vatandan chiqqan boylikdan foydalanib Xitoy shunday kuchlandi. Xitoyning sanoati taraqqiy qildi, iqtisodiy kuchlanib ketdi Rabbim.
Bu kuchlangandan keyin Xitoy qo'pab bizga irqiy qirg'inchilik qildi. Biz musulmon millatdik. Bizning İslamiyetga doir hamma narsamizni haqir ko'rdi, xo'rladi, yer bilan yeksan qildi Alloh. Bizning muqaddasatlarimizni yer bilan yeksan qildi. Vatanimizni tajovuz qildi, elib oldi. Bütün boyliqlarimizni qulimizni tortib oldi, bizni qul qildi. Qul qilgan niyetmagandek hozir hamda bizga irqiy qirg'inchilik qilyapti. Bu irqiy qirg'inchilikni yepish uchun o'zimizning xalqini vatanning ichida pul orqali aldab, mingisni juvit bardi, qush orqali majburiy mingisni juvit bardi. Chet eldagi qarindoshlarga tahdid orqali va pul bilan sotib olish orqali, jim to'g'izish orqali, vatandagi tuqqanlarimizni go'raga olish orqali, ya'ni shu pulning kuchi bilan, shu siyosiy kuch bilan, shu iqtisodiy kuch bilan chet eldagilarni jim to'g'izatdi. Ey Rabbim, bizning milliy qarindoshlarimiz bo'lgan turk irqini pul bilan sotib olyapti. Ey Rabbim, bizning islomiy qarindoshimiz bo'lgan musulmon millatlarni pul bilan sotib olyapti. Bizning qarindoshimiz musulmonlar Xitoyning taklifi bilan bizning vatanga berib, Xitoyning siyosatiga obdankan, obdan bir ijodchanlik bir siyosat qo'llanib o'tibdi deb Xitoyni danglashib kelyapti. Buning hammasi sen bergan mol-mulk, pulning kuchi bilan bo'lyapti. Shuning uchun Rabbimiz deb bir şey keldik. Hem de ayetin devam kılaydı. Rabbana tamis ala emmalihim. Ey Rabbim, şunun için ulanın mal mülkünü veyran kılvet. İktisadını veyran kılvet. Rabbana tamis demek temessa yıldızını çıkırıp temessa diyen bunda yeni vatkan çırağını üçürüp ettiğinde temessa değil. Ya ki yeni vatkan yıldızın supernova partlaması bilan birlam partlab nurları o'chib yulduzning o'lgunini to'misat va ilan nujumu to'misat unimga shu tanasi kelgan ish. Ya shu parlayotgan Xitoyning iqtisodi bir partlashlar hammasi uchun vayron bo'lsin, iqtisodni bilan qil deb duo qilyapmiz. Bizmi shunda duo qilsak shu Xitoyga, ey Rabbim, Xitoyning bütün iqtisodini, bütün sanoatini vayron qilayotgan deb beddua qilsak. Bizniki nima sababimiz bunda deb tilashlik sababimiz nima? Chunki Sharqiy Turkistonni besib olgandan keyin Xitoy kuchini qo'shilib keldi. Xitoy vayron bo'lsa, Sharqiy Turkiston Xitoydan ayriladi. Xitoydan ayrilgandan keyin Xitoy ozodlikni davom qilmaydi. Endi Sharqiy Turkiston xalqi burungi xatoliklarni tunib ketgandan keyin tövbe qilib, biz endi tövbe qilamiz deb tövbe qilamiz shu chog'da duo qilib, ey Alloh, biz tövbe qildik, davlatimizni qaytarib bersang, mustaqilligimizni asliga keltirishimizga nisb qilsang, bizga yordam qilsang, tövbe qildik, bundan keyin bek obdan boshqaramiz deb Allohga so'z berib duoyimizni davom qilamiz. Rabbana tumis ala amwalihim mal mulkina vayron qilib etkin Alloh. Vashdud ala qulubihim. Ularning qalblariga qarshi shiddat qo'llan. Vashdud ala qulubihim. Yani qalblari öz irodaları bilan bo'lmasin. Sening shiddating bilan o'zgarsin. Bu qalbga vashdud ala qulubihimni qalbini qattiqlashtirib etgan deb tafsir qilsak bo'ladi. Qalbini qattiqlashtirib etganki, fala yu'minu hatta yarawul azabul alim. Ular iymon aytmaydigan holga kelib qolsin. Qachongacha ash beshiga keladigan baloyi afat kelib, shu baloyi afat, shu vayronchilik, ash yo'g'on baloyi afat kelib, mush dunyodagi ash falokatning tap o'tirishga chegicha u to'g'ri yo'lga kelinmaydigan darajada qalbini qattiqlashtiradi. deb beddua qiladi. Birinchi paragrafida duoning iqtisodini vayron qilish bor. İkinci paragrafida qalbiga mudohala qilish, Xitoyning qalbiga mudohala qilish. Ya'ni hozirgi zalolatida, hozirgi shu
senin g'azabingni keltirgan, achchig'ingni keltirgan shaklida davom qilsinki, sening g'azabing davom qilsin, Xitoyni halok qiladigan faqatlab sening g'azabing. Shu sening g'azabing hozirgidek davom qilsinki, Xitoy shu shuni topadigan vaqtgacha halokatga kirib olsin, halokatning ishiga kirib olsin. Vayronchilikka kirib olsin. deb Musa alayhissalom duo qildi. Yana qarindoshlar Tabbat surasida Allohning Abi Lahabga badduosi va Allohning Tabbat yada Abi Lahab va Abi Lahabning ikki qo'li qurib ketsin, amaliyotda qurib ketdi degan oyatda ma ag'na anhu maluhu va ma kasab. İqtisadimi qo'z ma ag'na anhu maluhu. Uning iqtisadimi qutqizmadi va ma kasab va uning qo'lidagi sanoatimi qo'lida iqtisodiy kuchini qutqizamadi degan yadimi? İnşallah mal mülk iktisaddan ve sanaatdan. Gap qilgan. Şu bir millatning cho'kishi yo'q bo'lishi uchun birinchi bo'lib iqtisodiy cho'kishi lozim, sanoat cho'kishi. Bo'ladi qarindoshlar, biz o'xshash bo'ladi. Pul bo'lmagandan keyin muhtoj bo'ladi, pul bo'lmagandan keyin sanoatni qo'lga keltirib olmaydi. Sanoat bo'lmagandan keyin bo'ladi, biz degan aciz, bizning qo'limizdan ish kelmaydi deb qulluqni qabul qiladigan qulmijoz maxluqlarga aylandi. Shuning uchun iqtisodiy jihatdan ojiz bo'lish, sanoat jihatdan ojiz bo'lish bu Allohning balosi qarindoshlar. Aralashtirib qo'ymaylik. Dunyoni topamiz, iqtisodimiz kuchli bo'lishi lozim, sanoatimiz kuchli bo'lishi lozim. Ammo uni o'zimizga patron qilib olmay, biz şu mal mülkning sahibi, şu sanoatning sahibi sifatida şu mal mülkning, şu sanoatni Alloh rizosi uchun qo'llansak, ta qiyomatgacha ustun turamiz. Ammo mal mülkka, sanoatga qulab qolsak, u bizni yo'q qiladi, u bizni xeydi. Biz patron bo'lsak, biz xeylaymiz mal dunyoni. Mal dunyo patron bo'lsa, mal dunyo bizni xeydi. Kim patron bo'lsa, qo'ldagi narsa xeylaydi. Shuning uchun qarindoshlar, bu oyatda Musa alayhisalom Firavunning iqtisodining moliyasining cho'kishi haqida duo qilyotdi va ularning hozirgi shu ozg'un ideologiyasining davom qilishini, hatto Allohning g'azabi tutib ularni vayron qiladigan vaqtgacha davom qilishini Musa alayhisalom. Musa alayhisalomning bunday qilishi normalda payg'ambar degan xalqlarni zalolatdan qutqizib yamanlıktan saadetke çıkış için keladi-ku. Musa alayhissalomning shu Sura Yunusning boshida baş nur geldi ba litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur bi ayyamillah. Seni biz peygamber qilib yuborishda, sen biz Tevratni berishda insonlarni zulmatdan nurga chiqarsan, chiqarishing uchun evatdi deydi. Musa alayhissalomning asli vazifasi insoniyatni zulmatdan nurga chiqarish. Ammo bu vaga kelgan vaqtda Firavun va nima uchun qoldi, nima uchun chiqamadi? Chunki ular chiqishni xohlamaydi. Dushmanligiga yana qulab qoldi ya. Dushman degan zulmatning ichida turishni xohlaydi, adolatga, nurga chiqishni xohlamaydi. Shuning uchun dushmanning dushman ekanligi oshkor bo'lgan yoqi, dushmanning gunohiga istig'for aytish to'g'ri emas. Masalan biz Sharqiy Turkiston xalqi sifatida ya Allohim Xitoylar unda eskilib ketdi, bunda eskilikni qilib ketdi. Buni bu qilgani gunohda Allohim, ular bir inson tövbe qilsam, ularning bir gunohini mag'firat qilaversam deb duo qilsak harom. Musulmonga yarashmaydi bu. Dushmanga yaxshi duo qilish harom. Ma kana lin-nabiyyi val-ladina amanu ay yastaghfiru lil-mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Peygamberge ve Müslümanlara, müşriklara yaxshi duo qilish yarashmaydi. Chunki ular ashabul jahim, cehennem ehli ekanligi oshkorni qildi. Ba'zi shuningdek savol so'raydi, İbrahim alayhisalom dadasi duo qildi deb. Unga Allah javob: "Va ma kana istighfaru İbrahim li abihi illa an ma'idatan ma'adaha iyya." İbrahim alayhisalomning dadasi duo qilishi kichik vaqtida, yurtni tashlab chiqgan vaqtida dada sana dua qilma Allah bir inson tövbe berish haqida, shu gunohlarga duo qilma deb so'z yurib qo'yg'achqa, shu so'ziga vafo qilish uchun duo qildi. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah. İbrahim alayhisalomga
dadısının Allah'ın düşmanı ekanligi aşkar bo'lgandan keyin tabarra minhu. İbrahim Aleyhisselam dadısından vaz kechdi. Yani Azer İbrahim Aleyhisselam'ın dadısı. Hazır Xi Jinping o'xshaydigan bir kafir. Onun zalim ekanligi, Allah'ın düşmanı ekanligi aşkar bo'lgandan keyin o kadar mehri şefqatlik, kalbi yumshoq İbrahim Aleyhisselam, avvahum munib bo'lgan İbrahim Aleyhisselam dadısından vaz kechdi Allah uchun. Shuning uchun biz Sharqiy Turkiston xalqi qarindoshlar, Xitoyning dushman ekanligiga iymon etishimiz lozim. Iymon etgandan keyin Xitoyga beddua qilamizki, yaxshi duo qilishga bo'lmaydi. Ta Xitoy halok bo'lib, ash zulmdan to'xtaydigan holga keladigan vaqtgacha bedduoni davom qilamiz. Mustaqilligimizni asliga keltiradigan vaqtgacha, mustaqilligimizni qo'lga oladigan vaqtgacha Xitoyga beddua qilamiz. Ba'zan deyishim mumkin, beddua nimaga yaraydi deb. Agar hozirgidek mush fasiq holimizda duo qilsak bizga yaramaydi. Şu bedduani Musa Aleyhisselam mutavekkil insonlar chiqqandan keyin, tevekkül ibadetiga atlangandan keyin, mustaqillik ve Firavunning qutulish harakatiga atlangandan keyin duo qildi. Uning oldida qilmagan. Agar bizmi mustaqillik maydonidagilar o'zimizni bir top, bir jamoat deb o'ylasak, bir guruh yoki bir taraf deb o'ylasak, mush taraf Xitoyning halokatiga duo qilishimiz lozim. Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizga Allohning yordam berishini tilab duo qilishimiz lozim. Qarindoshlar. Shuning uchun Allah Teala bu oyatning oxirida yana qala qad ujibat da'watukuma degan oyat bilan davom qiladi. Allah Musa alayhissalomning duosini ijobat qilib, unda bo'lsa sizlarning duoyinglar ijobat qilindi. Mushazda to'g'ri yo'lga keldinglar. Mush dushmanni qag'ash, mush dushmanga beddua qilish mush to'g'ri yo'l. Unda bo'lgan bo'lsa mush dushmanga dushman muomala qilish mush yo'lida ching turinglar. Fastaqima. Dushmanga dushmancha muomala qilish mush pozitsiyasida ching turinglar bo'lsa. Wala tattabi'anni sabilallazina la ya'lamun. Bijim bilmaydigan insonlarning keniga chiqmanglar. Balki o'zini bijim biladigandek ko'rinib, u yoqqa bu yoqqa tatib sizlarni yo'ldan chiqarishga tirishadigan, strategiyangizga buzg'unchilik qiladigan ba'zi milliy ko'rinadigan milliy munofiqlar bor. Bularning aqsidan mang-manglar deb Musa alayhisalom va Harun alayhisalomni ogohlandi. Qarindoshlar. Eng oxirida anandikin bo'ladi, dengiz keladi, dengizda Fir'avnning halokati bo'ladi. Fir'avnni halok qiladigan vaqtida Musa alayhisalom va Sibtilar hech nima qilolmaydi. Aqs Fir'avn qo'shini oldida dengiz, qaçaydı dengizde ölüdü, kaçmaydı Firavun qo'shini keleglik, hemmisini qurollar o'ltirdi. Shunday bir ahvol aslida hammadan qo'rqib, endi tugashdi, endi yo'qoldik degan vaqtda Musa alayhisalom dedi, inna ma'iya robbi sayhadi. Meni Rabbimdan bilan billah, albatta yo'l ko'rsatdi deydi. Ash o'lim zamoniga kelgan vaqtda Allah dedi ki, Hasan bilan dengizni u deydi, Musa alayhisalom dengizni bir nurdi, dengiz ichiladi, Musa alayhisalom o'tdi. Şu açılgan yolun Firavun askeri keladi, şu adamlar dengiz güçlü tutuldu. Şunday axirmiş. Yani aciz bo'lsangiz, şu Musa alayhisalom va Musa alayhisalomning qavmidek aciz bo'lasiz. Bularning qulida şu hasisdan boshqa. Şu Musa alayhisalom fatihchilik qilgan hasisi şu. Shuayb alayhisalomning qo'ylarına boqqa vaqtga hasisi şu. Şu hasisdan boshqa hech narsa yo'q bu bechora millatning. Ama meydanı mustahkem çın turupti, düşmanca muamele kılıp çın turupti. Beşiği ölüm kege vaktiste Allah ne dedi? Hasan deniz o dedi, deniz ne oldu? Deniz arkalıp Musa Aleyhisselam'ı kutkazdı. Firavun'u halak kıldı. Esli denizde boğuluş gerek olan kimdi? Musa Aleyhisselam. Çünkü anısı onu süvet kiselip denizde taşvetti. Denizde ölüş gerek olan bu dünya kanunu boyunca Musa Aleyhisselam. Emniyette deniz Musa Aleyhisselam'ı öldürmedi, Musa Aleyhisselam tutuldu. Ama Firavun padişahı olgandan keyin bu denizde boğulması lazım ama Allah denizde onu tümdürüp denizde boğup öldürüyor. Allah'ın kudreti, Allah'ın hikmeti şunday. Ken qarindosh. Shuning uchun qarindoshlarım Allohga duo qilaylik. Aynan nima desaklar Allah Rahmandir, Rahimdir. Bek mehri şefqatlidir Allah. Qarindoshlar, Allah'ın rahmetini yüzümüzge celb qilishga tirishaylik. Allah bizlarni aciz bo'lsakmi,
Şu Musa Aleyhisselam'ın kavmini kutqazgandek bizni kutqazıyorsun. Musa Aleyhisselam'ın düşmanı Allah halak kılgandek bizning düşmanimiz Xitoyni ve Xitoy tajovuzchilarini Allah halak kılsın. Vayron kılsın, perişan kılsın. Xitoyning bütün devletini, bütün iqtisodini, bütün san'atini, bütün barlığını vayron kılsın. Sen Rahman, Rahimsen, azdurma ya Rab. Rahmetten qurq qol, yandurma ya Rab. Uyg'urning dadiga chaqirsam seni, rahmaylab qo'l uzat, chandurma ya Rab. Xalqimni vatanda qirg'izma ya Rab. G'azipin Xitoyni bo'g'sin ajallik, yurtimga suiqasdlar qildurma ya Rab. Esilsin dallarga Xi Jinping pushti. Kun yüzü ko'rmasin avlodi do'sti. Bo'lmasin hech kimning yurtimga qasdi. Düşmanga hech rohat ko'rgizma ya Rab. Düşmanning bir-birlab kulkusi o'ssin. Hammasi tamoman mazarga ko'chsin. Vatandan surilsin, do'zaxga ketsin. Azobda qolsinlar, o'ltirma ya Rab. Amin.